Assalomu alaykum Hazrati Umar obunachilari. O'sha qo'ylaridan chiqsa like bosaman, podpiska obuna bo'laman deganlarga mana Umarxonni yana 2 dona 5 oylik sog'liqlar keldi. Bularni ko'rib, pulini, dastopkalarini qayergachaligini bilishni bitta like, bittaga bosib obuna bo'lib qo'ysangiz iltimos, xudo xolasa boshlanadi bu nimaligi. Umarxon. Va alaykum assalom. Umarxon, bu qo'zilarimiz qanchadan ekan endi narxlari? Narxi 3,5 kami bor. Dona bo'yiga. Hop, 3,5 dan kami bor ekan akalar. Jahayri bor. Umarxon, sizdan men eshitgandim, eng arzon qo'ylar sizda bo'ladi deb. Umarxon, aqaba qilmiz. Ikkalasiga pul beramiz. Toza 6 million so'm pul beramiz. Dastopkalari qaygacha Umarxon? Dastopkalar vodiy bo'ylab ichida dastopkasi. Ha. Akalar mana bu sog'liqmi qo'chqormi? Ikkalasi ham sog'liq. 5-6 oylik bo'lib qolgan. 5-6 oylik sog'liqlar ekan. Ha, Umarxon, qaydi qo'ylar Umarxon bular? Qirg'iz bular, Qirg'iz. 6 millionga dastopkalari qaygacha Umarxon? vodiy bo'ylab ketaveradi. Qo'ydi chiroyligini qaranglar. Vodiy bo'ylab dastopkalari Umarxondan ekan. Dori ukollari bo'lgan. Emlab qo'ysa bo'ldi. Ba yaqinroq gapiringchi, emlab qo'yilgan ekan. Garantiyasi qaygacha Umarxon? Necha kun? Garantiyasi 1 oy. 1 oy? Mana buni qarang. Endi mana hamga haligi yolg'ondan bo'lsa ham like urib o'tib ketinglar. 1 oylik garantiyali qo'ydi qayda ko'rgansizlar mana? Shu yoqda qaranglar qo'ydi akalar. Bitta like, bitta podpiska berib qo'yinglar. Xudo xolisa sizlarga ham nasib qilsin. Arzon qo'ylar.